Shunga qarasak, men bilan kuchni alish qildi. Jo'ra to'pilish qiladi dedi. Senga o'xshagan kuch to'pilish qilmaydi dedi. Men bilan alish qildi. Bu kimdagi nima deyish qiladi? Elibonat. Hay, o'zi biladi, o'zining ishini qilyapti. Yo, bu hayotda yashashga haqqim bor. Men ham xohlagan odamimni xohlaganim. Bor. Hay, buni ishi bor, o'tiraman, buni ishi bor. Bu o'sha yo'lga tanlagan bu, tamom, orqaga yo'l yo'q. Ha, seni PR'laring bilan guruh chiqyaptilar o'zini, jiyan, çok o'tlashni to'g'rayapsan. Qaysi? Ha, oldinga kallasini tiqyapti, boshqa og'ziga bermayotgan bo'lsang ham bular u prikollaring juda qattiq chiqyaptilar o'zini. Men bilan durbin bilan ko'rish qilyapman, ustani tagidan chiqish qilyapti, bu kallani chiqarish qilyapti. Hay, u prikol qilyapti, lekin juda guruh chiqyapti, ertaga bular ko'tingni yeb qolmalagan jiyan. Men jinoyat qilmayman-ku, yo biror nima qilmayman. Ha, jinoyat qilmading. 18 ga necha yoshdasan? 25. 25 ga kirgan katta ayol bu. Ha, o'zing rozimisan, qizim? Tog'a. Hay, rozimisan o'zing, hay? Bu seni majburlab olib o'tirganim, oyog'ingga zanjir urmadimi? Oyog'ingga zanjir urmadimi? Nasib bor, nasib. Hech qayerda zanjir yo'q. Hay, so'rib var qay bo'lmasa. So'rib. Qilaman. Qo'shinga ham. Qo'shinga chiqdiga oq qosh bo'lasa. Bir lavash va gulnoshka kuni. Gulnoshka kuni, kallasha, galovkesha lavash. Bo'ldimi? Boshqa gaplaringiz yo'qmi? Ne bileyim, nima qilsam endi men qilaman. Janjal yo'q, to'xta. Hay, rizon bo'lyaptimi, foyda tegyaptimi? Hay, ayting, normal ko'tarilib o'yin bo'lyaptimi shu? Bu shogird bu. Yaqinda chiqadi bu. Конечно. Berib turibman, hay, o'shanga yarasha nima bo'lyaptimi? Ha, har kun kechga beryapti. Ha, boshqa bor o'yiningdan qolma, bor. Bizlar yerda endi o'tiraveramiz. Bor qay o'yiningdan qolma. Zek aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'ta yomon. Basharangga qo'rqma.